Hop, salligi bor. Bu salli yo'qolib qolmasin. Yo'qolib qolsa ham fulent bo'ladi, yana boshqatdan qotirib qo'ysa bo'ladi. Ichida klapani bor. Ishdan keyin yaxshi tozalanmay qolsa, shu klapan qotib qolishi mumkin. Qotib qolsa, kraskani tortmay qoladi. O'shanda shlankaning ichi klapanni ruchka qimirlatib olib, yerdan ishlatsa bo'ladi. O'shanda mana qora shlankamiz, kraskani so'ruvchi shlank, oq slankamiz so'rib ichiga to'lgandan keyin sovuni chiqarib olish uchun kerak bo'lgan ishlar. Boshqani o'qidingiz. Yigirma ikki, 23. Emulsiya tayyorlab o'sha ishni ko'ramiz. Mana shu bitta qilib boramiz, boshqa aytamiz. Azumni ham sezilarli joyga urib beradi, o'zi bu xonaga vakansiya yetmasa kerak deb o'ylayman. O'xshaymi? Mana shunga mo'ljallab olingan lekin. Mana shu kerakda turgancha ketdi-da mana shu xonaga. Hop, sinimiz. Bu bitta qivor nuri aralashtirib olib. Bu mana anaqasini ulasa ham bo'ladi. Emulsiya sepganda maslahatim ulamagan yaxshi. Emulsiya sepganda Buni ulaganingizdan keyin knopkani qo'yib yuborasiz-ku, sepib tuflashni boshlaydi. yo'q. Bu anaqasi. Pistoletda mana bu rukoyatkasida filtri bor. Tushadi, uni ham onda-sonda ochib qo'yiladi. Boya bergan saplolarni, cho'zimjoy filtrlari bilan o'sha zapas. Hozir hech narsa taqmay turamiz, kraskani tortib, yoki haydab olaylik, keyin chaqirib saplolarni. Bo'ldi. Otilganda kuch kerak emas. Tekshiriladi, oqmaydigan darajada qotgan bo'lsa bo'ldi. Oqsa, yana ozgina tortib qo'yadi, lekin kuch bilan qotirib tortib bo'lmaydi. Shu joy yaxshi. Iloji boricha mana 1,5 secheniyalik sim ishlatmaydi. 2,5. Tafsir. Chunki motor katta. Manisi qizib ketib qolishi mumkin. Bu qarang, pistolet qo'yib olganda o'zi avtomatik o'chadi, pastdan o'chirib qo'yish kerakmi? Aylanib turadi. O'z ziyoni yo'q. Uni ziyoni yo'q. Aylanib o'zini yeb boradi. Mashina bo'lgan tarchalarga o'xshagan narsa. Ichida aylantirib turadi, o'z ziyoni yo'q. O'chib yonadigan nariga qo'shilib bo'ladi. Nariga. U bir qo'shimcha funksiya emas, u apparatda onasi shunaqa tuqqan. U ishlaganda bosganingizda ishlaydi, qo'yasiz o'chadi. Bu bir funksiya. Anavi indikator напряжения. Bu ha? Ha, sanani mito ishlash boshlab qolsa, birinchi bo'lib shuni tekshirasiz. To'p tushib ketgan bo'lishi mumkin. Beş yüz on yedi takip koyarız. 517 mayda bor. Sizni anaqasi 517 emulsiya 210. Izlash emulsiya kompressorga sepadigandagi suvi bo'lishi kerak emas ekan. Valikni suradigandagi quyi bo'lishi kerak ekan. Chunki valik 2-3 nafa quyuroq bo'ladi. Oqib ham mana bitmaydigan darajada bo'ladi. Qancha og'ir sepilsa shuncha yaxshi. Endi u quyuqligini chegarasi apparat qiynalmasdan tortguncha.
ba'zi uchun qiynaladi. Me'yordan oshiq qiynalib ketsa, shundan so'ng kuyib ketadi. Bo'ldi, olib ket. Hozir moyi kerakdan ortiq. Ha. O'shaning uchun ishlatib o'tgan vaqtida mana bundan moy tomadi. Ha, O'zi mana yoni butani. yo'q. Ha. Ko'zda ortiqcha moyi bu yoni o'z tufli bor. Moy qiziganda ko'piradi. Lekin suyimiz uni og'irroq. Og'irmi? Ha, og'ir aylanish, ancha og'ir. Yo, bu suyum. Значит, bundan quyuqroq bo'lishi kerak ekan, ne? Bundan quyuqroq bo'lsa yaxshi. Bo'ldi, olib qo'yay. Mana fakilar tekis ochiladi. Birinchi etap torttirish. Kraskani apparatni ichiga sovurasiz. Обратный план. Mana davriga yugurib. Ikkalasini ham e'tiborga olganimiz chapni ochib qo'yamiz. Apparatni ish holatida davriyani sekin ko'tarib boradi. Ovoz o'zgarib, tortish boshlaydi. Yana ko'tarsam, shunga tortdi. Siz aynan ko'rasiz. Endi buni pishirishga chiqarib olsin, mana bunday qilib. İçeriği ovalarını çıkarıp taşıyın. Yoksa uçaklıktan kendine yapıyor. İyi, sıra sıkmaları yetkildik. Aslında sirkon var. Davranışını tutardı. Davranışını ko'taradi. Bu toz balandani sirkonmanda orada to'xtalish bo'lsa, apparat o'chiramiz-ku. O'chirgan paytimizda refleks qilib oling. Обратный klapni ochib qo'ying. Ichidagi давление tashlaydi. Ana bekordan bekorga o'z ichida dimlab turgan davleniya. Kelaman, ishimni bitirib, klapni yopaman. Apparatni yoqsam, boyagi davleniyaga yana o'z ko'taradi. Chunki bu yerdan havo sovuq qo'ymadi-ku. Mana hozir bilan chiqgan ishim qachon qilinadi? Birolar kraska tugaydi. Havo sovuq qoladi-ku. Yana o'shani boshqadan ikkalasini ham ochib, bitta aylantirib tortib chiqishga beraman. Davriya o'chiraman, ochib qo'yaman. Buni ichida hozir o'zi anaqasi bor, ana filtrni yoqqaningiz ana unda bor, ha. O'rtaga kelsin. Buni ham tortganimizda ham kuch kerakmas. Hozirgi samimiy bo'lgan ezilib ketib qoldi. Million darajada bo'lsa bo'ladi. Mana shu o'zida yana bitta funksiya bor. Siz to'g'ri musor kelib tiqiladigan bo'lsa, unga ingichka tarafi ichkariga ketdi. Любой bir chekkaga bosarsam, musorlar orqaga qaraydi, yana joyiga qaytadi.
Bitta xonani Telefon marani yoksa mavzuda. mana sepkovimizni mana haqiqatga yaqin bo'ldi. Sepkovgan paytida agar paslovdan yana boshlangan Oqdi-yu. bo'lsa, ya bu devorimizni Oqdi. Lat marli bilan urib Nurida marli bilan urib deyman. Qanaqa bo'lib qoladi? ustidan bitta stir uramiz. Sepkoz sepish boshladingiz, sepganingizda Mana buni to'g'irla buni. Quyuq qilib urib qo'ydingmi? Nasıl oqarib qoladi? Bo'ldi. chizuv tashlasa, shu chetdan bu davleniyani qanday bo'ladi? Chizuv yo'qolguncha davleniyani ko'taramiz. Jabadi bu marhamatni. Ya sepish yana qiladi. O'g'lan oldirib, o'g'lan berib, o'g'lan boshlaydi. Defektlar bor. Mana qarab oladi u. Hozir garnizon taqdotku. Bersin. Bu hozir bunaqasiga bu yo'llanasiz. Bu yo'l hammasiga hozir shuni. Bunaqasi. Ado o't qopchidan. Hozir ideal chiqarish uchun bir bunaqasi 15 minut turib, bunaqasini borsa yaxshi bo'ladi. Tekis. Hop, davleniyani yap. Bakın ochib qo'ydingiz, davleniyani tashladi. Misol endi kiras eshiklarga tozalamoqchisiz. Xuddi shu boyagi narsani suv bilan qilasiz, orqadan suv qo'yib. Suv aylantirib yo'ldan bitta qaytarib chiqazadi-ku. Chiqishga berib olasiz. Mana bor. I bu yerda hozir mana 10 metr shlankaning ichida emulsiya bor. Yechib turib tushadi. Emulsiyani chirigiga o'ziga bosib turasiz. Chirig emulsiyani o'ziga quyib beradi, orqasidan suv keladi. O'sha suv iloji boricha toza chiqquncha chayqalasiz. Bu ko'rib olgan hammasini tushunib olding-a? Hamma syomkani shuna tashlab bersangiz, o'zimizga baribir qanaqadir tushunmay qolgan joylarimizni bitta ko'rib, videoda o'zimiz uchun biz bunaqa apparat ishlatganmiz, chunki hozirgi chiqayotgan bilan oldingi chiqayotgan farqi bor edi. Ishlatganmisizlar? Ishlatganmiz. Chunki yo'q. Okey, hozir bu yerda ishlanki ulanishi, boshqacha havo chiqarib yuborishlari bizda unaqa emas edi. Bizaniki chelangni tagiga qo'yib qo'yardingiz, tagida turardi. Shundoq yoqardingiz, anaqani o'zidan igrovga qilinardi. Bizaniki anu bilsangiz, oxay sepilgan apparatlarning zamonaviysi bor, shunaqa edi. Boshqacha firma, boshqacha anaqa edi. Stanka aloqador asosiy joyi o'sha. Pastroq davleniyani misol berasiz, pastroq davleniyani cho'rni bitta urib olasiz. Masofa 30 sm atrofida bo'lishi kerak. Ideal bo'lishi. Yurganda tezligini 1 million ushlash kerak. Otgan Bitta joyda ko'p ham ushlab turish kerak emas. Oqizib yuboradi. Otgan paytda ikkita chetida chizuv tushdimi, birinchi davleniya ekan. O'sha yuqorigacha ko'tarasiz. Mana shu davlat. Ortiqcha ko'tarib olsangiz, lekin ishonavering tuman bo'ladi. Changitadi. Changitmasdan yo'q. O'sha havasda yuqorigacha ko'taradi. Balki misol 13 gacha ko'taradi, balki 15 gacha ko'taradi. Bu emulsiyaga ham qarab, misol
ichida qancha ko'p kleyli emulsiya bo'lsa, balandroq daroga keladi. Kley kamroq emulsiya bo'lsa, pastroq daroga zo'r. Bo'ldi, rahmat aka. Sog' bo'ling.